Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ahli. Bugun sizlarni yana bir bor kanalimda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Keling, bugun sizlarga Perfectum kompaniyasidan qanday qilib raqam tanlashni ko'rsatib o'taman. Demak, boshladik. Har doimgidek telefonimizning brauzer orqali veb-saytga kiramiz. perfectum.uz yozamiz. Ssilkasini описаниеda qoldiraman. Xo'p, bu yerga kirganimizda asosiy sayt rus tilida ekan, o'zbek tiliga o'tkaza olamiz. Xo'p, mana sal pastroq tushganimizda bo'sh raqamlar degan yacheyka bor. Shunga bosamiz. Mana o'sha oyna ochildi. Pastroqda qisqacha izoh berib o'tilgan. Xo'p, mana birinchini aytib o'taman. Raqam uchun telefon raqamlar 0 so'mdan yuqori. 98 3 0 007 3 1 8 prefikslardan tashqari. Keling, yuqori qismiga o'tamiz. Mana hudud degan bo'limda hududlar joylashgan viloyatlar va Qoraqalpog'iston Respublikasi yoki barcha hududlarni ham tanlasangiz bo'ladi. Buni filtr sifatida qabul qilsak bo'ladi. Prefiksda hozir biz hudud bo'limida hamma hudud tanlaganimiz uchun prefikslar ochilmadi. Aynan bir hududni tanlaganingizdan so'ng prefikslar ochiladi. Masalan, mana Toshkent hududini tanlaganimizda Toshkentdagi barcha mavjud prefikslar ochildi. 360, 363 va hokazo 3 gacha ekan. 3 0 gacha. Xo'p, mana Samarqandda ham shunday. Ma'lumot o'rnida shuni aytib o'tmoqchiman. Perfectumdan raqam ulatishda hududlari bo'yicha cheklov mavjud emas. Ya'ni siz masalan Toshkentdagi 007 prefiksini Buxorodan turib yoki respublikaning istalgan hududidan turib xarid qilsangiz bo'ladi. Albatta, buni men yaxshi taklif deb bilaman. Sababi, masalan, sizga Toshkentdagi 0 prefiksi yoqsa, siz bu narsani bemalol borib ofisga xarid qilishingiz mumkin. Bu narsa afsuski qolgan kompaniyalarda mavjud emas. Albatta, yangi kirib kelgan Humans kompaniyasidan tashqari. Keyingisida narxlar bo'limi mavjud. Bular bilan o'zingiz bevosita tanishib chiqasiz. Xo'p, keyingi qismda nomerga raqamning oxirgi 4 ta raqamni kiritamiz. Masalan 7766. Mana barcha mavjud raqamlar ochildi. Nomer, prefiks. Mana 4-qismida narxi yozilgan. Sana va hudud degan joyi muhim emas. Yana masalan 44-43 raqami. Mana bunda ham xuddi shunday. Shuncha 44 raqami, shuncha prefikslar har xil narxlarda mavjud. Keling, endi ma'lum bir hudud va ma'lum bir prefiks bo'yicha raqamlarni ko'rib chiqamiz. Masalan, Toshkentdagi 007 prefiksi. Narxda hammasini qoldiramiz. Izlashni bosganimizda 007 prefiksda mavjud barcha raqamlarni ko'rsatyapti. Mana shuncha raqam mavjud. Har bir bo'limda 50 tadan bor, menimcha, adashmasam. Xo'p, mana boshqa joyga ko'radi. Mana Samarqand viloyatidan Samarqandni ko'ramiz. Mana 273 prefiksi. Aytgancha raqam narxini tanlaganingizda raqamning oxirgi 4 ta sonini yozish kerak, bo'lmasa raqamlarni ochmaydi. Yaxshisi hammasini belgilab ko'rilgan ma'qul. Mana 273 prefiksda ham xuddi shunday. Shuncha raqam mavjud sistemada. Do'stlar, video qisqa tushlardan iborat edi. Raqamlarni tanlaganingizdan so'ng ularni ofisga borib ulatasiz. Ofis manzillari bo'yicha ssilkani описаниеda qoldirib o'taman. Bemalol kirib ko'rishingiz mumkin bo'ladi.
Bugungi videomiz xullas shulardan iborat edi. Agarda sizda savollar yoki tushunmovchiliklar bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Videoni do'stlaringizga yuboring. Video yoqqan bo'lsa like tugmachasini bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Bundan-da yaxshilari hali oldinda. Sog' va salomat bo'ling.